Arafa kunining ro'zasi 1000 kunning ro'zasi bilan barobar. Demak, biz ta'kidlamoqchi bo'lgan narsa mana shu. Qaysi bir mu'min musulmon Arafa kunida ro'zador bo'lsa, 2 yillik gunohlariga kafforat bo'ladi. Qaysi bir mu'min banda boshqa bir rivoyatda Arafa kunida ro'zador bo'lsa, Alloh taolo 1000 kunlik tutgan ro'zani ajrini beradi. Bugungi kunda Buxoro vaqti bilan saharlik vaqti 3:11, 3:10. Taqriban soat 3 deylik shuni. Alloh taoloning fazli ila bugungi kundagi shom vaqti 8:20, 20:20larda inshaalloh og'iz ochish vaqtlariga to'g'ri keladi. Bir 2 daqiqa, 5-10 daqiqa farq qilishligi mumkin. Viloyatlar miqyosida yoki bugungi kundagi ba'zi bir taqvimlar miqyosida farq qilishligi mumkin. Alloh taoloning o'zi fazilat bersin. Bugun hammalarimizning qo'llarimizda telefonda taqvim bor. Mana shu taqvimlarga asosan Arafa kunida ko'pchiligimiz ro'zador bo'lishligimiz, Alloh taolodan fazilat so'ramoqligimiz, Alloh taoloning o'zi fazilatli bu kunlarda ibodatlarimizni qabul qilmog'ini Robbimizdan so'ramoqligimiz kerak.